Hammaga salom. Uzoq vaqtli tanaffusdan keyin men ham bitta Instagramga kirsam, hamma zerikkanidan bloger bo'lib ketyapti ekan. Men ham bloger bo'lishga qaror qildim. Nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib qoldi. Mayli. Shunaqa qilib avtobusga chiqsam, mana bunaqa qilib chiroyli qilib bezatib qo'yishgan ekan. Avtobusdan tushib 4 ta somsa olib yo'lda ketayotgandim. Yo'lda sheriklarimni ko'rib qoldim. Yo'l bo'yi ularga men ham bloger bo'lish uchun vlog olayotganim edi. Bularni kuldirib keldim. Tabiiyki ularning javobi men qalpoqdaman bu kishim. Sochini qimirlatishgan. Bu yoqda ham qolgan sheriklar bilan teatrga kirdik. Repetitsiya jarayonini videoga olmadim. Shuning uchun ozgina repetitsiya qayerda bo'ladi ko'rsatib o'tdim. Bu yoqda bolalar dam olib o'tirmiz. Repetitsiya ham tugadi. Repetitsiya tugaganidan keyin dam oldim deb basseyn aplashib qo'ygandim. Basseynga yo'l oldim. Bu yerda kalit hamma narsalarni oldim. Razvalga kiyimlarni alishtirib, siraz basseynga tushdim. Voy, basseyn o'zi ham shunaqa zo'r joy ekan, ko'rib kayfiyatlarim ko'tarilib ketdi. Tomog'im bo'g'ilib yotibdi, shamollaganman. Ham qish kunida bo'lsa ham baribir cho'milishga boraman dedim-da, suvga sho'ng'ib, kalla tashab cho'milishni boshlab bordim. Koydum adamlarını gettirmemen, ay kız gönlümü kuşla beni. Uçuş yapma uşla beni, bu gece O'zim hayronman to'g'risi. bir kırasan diskodaman, hayat kısık lekime risk etemem. Bu gece yine keyif etemem, şetin kısık mesulmimi dert çekemem mi? Bileme yadımda yok lan, yadımda kaldırdım yanımda yok lanım. Hemen canı bir ok. Maza qilib cho'milib bo'lib tez o'rtog'im oldiga jo'nadim. O'rtog'im mencha kutib qoldi. Bu yoqda men cho'milib yoturibman. Vaqt o'tib ketganini bilmay qoldim to'g'risi. Uzr. Mana bola bilan bunday qilib Karsinkadan u bu narsa olish uchun kirdik, aylandik, bu narsalarni ko'rdik. Hamma joylarni oldik, nima olsak ekan deb o'ylanib keyin oxiri davay bugun kolaga cho'milamiz dedim-da. Men bitta kolani ko'rib qoldim. Siraz bir blok oldim, siraz Karsinkani ichiga tars tashladim-da. Keyin yo to'xtadim. Yana yoniga piknikka ham narsa olamiz dedim. Pechenyelarni oldik, bu yoqda bu shakar oldi. Nimaga oldi bilmadim lekin. Men yana birar blok kola qo'shsamikin deb o'ylagandim, lekin qadri chiroy qilib olib bo'lgan ekanmiz. Endi ko'p qo'ydik. Dal Karsinkani aylanishni davom ettirdik. Koydum adamlarını gettirmemen, ay kız gönlümü kuşla beni. Uçuş yapma uşla beni, bu gece günümü kuşla beni. Bir kırasan diskodaman, hayat kısık lekime risk etemem. Bu gece yine keyif etemem, şetin kısık mesulmimi dert. O'rtog'im qarochi vodir patarlarini olib ketdi. Vodir? Vodiy. Ovoz chiqmaydi baribir. Shunaqa qilib hech kimga qiziq bo'lmagan bir kunlik mening vlogim o'z nihoyasiga yetdi.